qonun nima uchun kerak degan savol bor. Konstitutsiya nima uchun kerak? Konstitutsiya kuchsizlarni kuchlilardan himoya qilish uchun kerak. Hammasida. Masalan, shuning uchun ham kimningdir kuchi ko'payib ketadigan bo'lsa, konstitutsiya mana shu olib berib turadi. Masalan, qonunlar ishlamaydigan bo'lsa, qoida tariqasida eng zaif qatlam hamisha zarar chekadi. Ichki ishlar idoralari prokuraturaga borib bunaqa ish qila olmaydi. Chunki ularda undan ko'proq kuch bor. Bankka unaqa ish qila olmaydi. Chunki bankda pul bor. Va savol tug'iladi, jamiyatda eng zaif soha qaysi? Tibbiyot va ta'lim. Saylovda ham shular o'tkazib beradi. Gapda ham shular eshitadi, paxtani ham shular teradi, tayoqda ham shular yeydi va oxir-oqibat tarbiyaviy suhbatda ham shularga o'tkazadi. Chunki nima uchun? Chunki zaif. Hokimiyat vakolatlari noto'g'ri taqsimlanganligi uchun ham zaif soha sifatida ta'lim tizimiga aralashadi. Hammasi aralashadi. Hattoki hayron qoldiradigan narsa parlamentdagilar ham aralashadi shular. Baraka topkur, kuchlatar tizimlarga aralashib bu. Chaqir bir generalni, o'shanga ber, pulingni kamaytiramiz deb ko'r, qani ularga nima dergan.